Avvalambor assalomu alaykum do'stlar. Onlayn savdo kanali yana sizlarning xizmatingizda. Kanalimizda aziz mehmonlar bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmaymiz. Xudo xolasa har kuni sizlarni bir-biridan qiziq chiroyli bir uylarimizga kerak bo'ladigan, xonadonlarimizga kerak bo'ladigan ajoyib buyumlar bilan tanishtirib borishga harakat qilaman. Biz hozir Andijon viloyati Ziboskan tumani Paytug'aziz dehqon bozori ichida 8-blok ya'ni 16-do'konga yetib keldik. Bu yerda bir-biridan qiziq ajoyib xonadonlarimizga buyumlar, skuterlar, ustachilik ishlari ham bor bu yerda. Albatta nimalar remont qilishadi birgalikda kuzatamiz. Assalomu alaykum Bobur aka. Sog'ligingiz yaxshimi? Hormang. Yaxshimisiz? Salomat, tuzimsiz? Hormang endi aka. Ro'zalaman, g'iylanmasdan. Tuzimsiz? Aka, xudo xolasa do'koningizni eshitib bir akalarimizga mana shu obunachilarimizga chiroyli bir obzorni qilib, do'kondagi narsalar bilan tanishtirishga keldim, albatta narx-navolari bilan. Xudo xolasa skuterlarimiz ham rabotchi ekan, lekin yangi holatda ekan. Sotiladigan bular yo remontga kelganmi? Sotiladi. Remont ham qilamiz, sotamiz ham. Remont ham qilamiz, sotamiz. Sotamiz ham, remont ham qilamiz, sotamiz. Hozir bir chekkadan tanishtirib bersangiz, mana shu. Vasvot mototsiklimiz, sovetskiy mototsikl, Vasvotni 4 milliondan deyapmiz. Uni narxi 4 million. Bu keyingisi ham Vasvot qilingan, cho'pa qilingan, bu ham 4 million deyapmiz. Keyingilar skuter hozir chiqqanlardan, bu jicha ablisovkasi sinib qolgan, shuning hisobiga chorzoroq qilib beramiz. Chorzoroq qilib beramiz. Buni ham 4 million deyapmiz, kamini qilib beramiz. 4 million. Vasat sportimiz bor. Buni 1 yil minilgan. Xo'p, men endi arzon joylarni video qilishga harakat qilaman. Meni kanalimdan chiqsa, yana ham arzon qilib berasiz. Xudo xolasa qilib beramiz. Vasat sportimiz bor. Buni 7 million deyapmiz, kamini qilib beramiz. Yuradi, kamchiligi yo'q. Motor o'ta zo'r, ziver holatda. Holat o'ta ideal holatda. Bu Enduro'miz, Gorni. 250 kubli. Sportiniy variantida. Bu ham vasha zo'r, motorlari hamma yeri zo'r, xudo xolasa. Buni 1,5 ming dollar deyapmiz. Kamini qilib beramiz. Xudo xolasa. Mana apparaturlarimiz bor. Remont ham qilasiz akanda? Remont qilamiz. Motorlar ham bor ekan. Motor remont, skuter, elektroskuterlar remont qilamiz. Benzinlilar, 4 porsionni sportiniy mototsikllar bo'lsa ham qilamiz remont. Ya, apparaturalar, to'yda apparati bor. S90lar qiziqqanlar bo'lsa bemalol murojaat qilaverasizlar. S90imizni mana shu komplekt holatida 6 million deyapmiz. Ichida notebook ham bor. Notebook ham yaxshi notebook. Ideal holatda. Kolonkalar o'ralmagan, zavodskoy, usta ko'rmagan. Shunda bo'lishim yo yo'lda qilib berasiz? Yo'lda qilib beramiz, xudo xolasa. Yo'lda qilib beramiz. Bu nima bu? Latermi? Laterimiz. 3 kilovatli laterimiz. Pulini 1 million deyapmiz, kamini qilib beramiz uni, xudo xolasa. Bu ichida o'zida usliteri bor, u aux bulchisi bor. Buni 1,5 million deyapmiz. Bu ham zo'r. Uncha tadbirlar anaqalar o'tkazaverasiz ularga. Ya, eng kichkina apparatlar, kolonkalarimiz bor. Bu o'sha terilgan sovetskiy radio texnika kolonkalari. 1,5 million deyapmiz, komplekt, mana 3 ta kolonkasi bor. Shunaqa. So'rala kolonka, chayanlar bor, toshbaqa bor, 50 dollar. Jupa. Bular chayanlar 12 dyumlar. Mana endi bu yerda hozir har xil bo'lib qolgan bu yerda. Bittasini mana shunday bor, bittasiniki yo'q. Bu 400 ming, 500 ming har xil bu yerda. Har holatiga qarab mana kelib ko'rib, mana o'zi qancha anaqa desam, bu yerda 10 dyumliklar bor. Bu yerda mana kichkina mana knaplar bor. Sovetskiylar, usta ko'rmagan. Bu hozir knaplar nech pul? Knaplarda 150 mingdan 300 ming deyapmiz. 150 mingdan, demak jupiga 300 ming so'm, shunaqa? Bu subwooferimizchi. 300 ming so'm kamini qilib berasiz. Albatta bizni kanaldan siz yana ham arzonroq qilib berasiz. Bu adashmasam PlayStation, PlayStation bitta pulti yo'q. Bitta pulti bor ekan, bitta pulti. Lekin ishlash qanaqa? Ishlashlari yaxshi. Yaxshi, ideal.
Necha pul qilib berasiz aka bizni kanaldan chiqishsa? Xudo xolasa arzonroq qilib beramiz. Necha pul deyapsiz o'zi? 400 ming deyapmiz, kamini qilib beramiz. Bizni kanaldan siz 300 ming qilib berasiz. Bo'laveradimi? Bularimiz necha pul ekan? Tayyor gruplarimiz, kolonkalari ham o'zida ekan. Komplet holatida uslitr yo'q ama 700 ming so'm deyapmiz. Ha, uslitrsiz lekin komplet holatda grup kolonkalari bilan qancha dedingiz? 700 ming so'm. Buni ham ozgina yo'li bor a? Joningiz sog' bo'lsin. Xo'p do'stlar, mana bu yoqda tayyor grup yashiklari ham bor ekan. Bemalol qiziqqanlar bo'lsa murojaat qilsanglar akamizda. Kolonkalarda har xilidan bor ekan, o'zingizlarga qiziqqanmi? Bu ham sotiladimi yo remontga kelganmi? Tikodan chiqqan, ha, Tikoga tayyor moslashib gruplarimiz ham bor. Bu necha pul sir bo'lmasa? Kolonkamizni 400 ming so'm kamini qilib beramiz. Aha. Ha, yashik отдельный shular ham sotilaveradi. Demak 400 ming bo'lsa 550 ming. Shunaqa bo'lyaptimi? 550 ming komplet ketadi. 400 mingga ham beraverasiz. Umringiz uzoq bo'lsin. Xo'p, mashinani maytfonlari ham bor ekan. Bular haqida ham ma'lumot bersangiz. Kobaltga buni 400 ming so'm kami bor deyapmiz. GVC bor, monitorli. Bu ham 400 ming so'm. 300 ming so'm, 200 ming so'm bu. Shunaqa har xil, endi kelishtirib beramiz. Muzikani sentrimiz hozir toza, usta ko'rmagan, kavlanmagan 500 ming deyapmiz, kamini qilib beramiz. 500 ming kami bor. 500 ming kami bor. Bu yerda ham kolonkalar ko'p ekan. Do'stlar, video ostidagi telefon raqamlariga murojaat qilsanglar, batafsilroq akalarimiz ma'lumot berishadi. Bu yerda sizlar istagan maytfonlar, uslitrlar, kolonkalar barcha turidan bor ekan albatta. Bemalol katta to'ylarga ham apparatura kerak deganlar murojaat qilishsa, dinamiklarimiz ham bor ekan, o'zlari apparat ham terib berishaverar ekan. Bemalol behijolat telefon qilaveramiz do'stlar, uslitrlarimiz ham bor ekan. Albatta yana yangiliklarimiz keladi deyishyapti bu akalarimiz. Skuterlarni ham sotishar ekan, ham o'zlari remont ham qilib berishar ekan. Elektr skuter, benzinlarga yuradigan skuterlarni ham remont qilaverar ekan. Remontga kelgan skuterlarimiz ham tashqarida turibdi ekan. Albatta bularni remont qilib tayyor qilib qo'ydim deyaptilar usta aka. Xo'p, ustaxonaga kiramiz endi. Ustaxonaga ham kirib keldik. Assalomu alaykum. Usta aka, sog'ligingiz yaxshimi? Tuzingizmi? Charchamayapsizmi? Xo'p, qadrdonlar, bu yerda mana admotkalar ham qilinar ekan, kolonkalar mana ko'pchilik biladi. Kolonkalar kuyib qolsa, bemalol mana shunaqa admotkalar ham qo'yib berishar ekan. Katta kolonka, to'ylarga ishlatiladigan, to'y marosimlariga ishlatiladigan apparatlar, mashinalarning kolonkalari bo'lsa ham bemalol remont qilib, uslitrlarni ham ko'rib berishar ekan. Albatta, ustaxona universal, mototsikl, elektr skuterlarimiz, kolonkalarimiz, uslitrlarni bemalol remont qilishaverar ekan do'stlar. Xizmatlar bo'lsa mana shu video ostidagi telefon raqamlariga murojaat qilasizlar, batafsilroq ma'lumot berishadi. Yaxshi kunlarimiz ko'p bo'lsin do'stlar, yaxshi kunlarda ko'rishguncha xayr qadrdonlar.